2009-yil ishlab chiqarilgan 3-fayz avtomat korobka Lacetti'ni Gentra qilib qo'yilgan variantini ko'rsataman. Mashinani kuzovida bitta ikkita detalda kosmetikali ishi bor, ichida ishi bor, boshida aytib qolaman. Xo'p, keyin ustida mana bu yerda stoparasi singan joyi bor. Yamat shart emas, buni yengil taqtirib olasizlar, chunki qimmat mashina emas. Agar qimmat mashina bo'lganda yamat olsanglar bo'ladi. Palon pul turadi, bularniki arzimagan pul. Mana ustida ozgincha kosmetikali polirovkali ishi bor. Palonlari sredniy holatda. Kiymashi kriloda ko'rgan bo'lsanglar, miyatinali, ikkita kosmetikali qildirib oladigan joylari bor. Hech qanaqa defekt, hech qanaqa ishi yo'q boshqa joylarida. Xo'p, salon holatdan ko'rsatamiz. Salonlar yomon bo'lib ketmagan. Metan gazlari bor, ozgincha ko'proq yurgan. Bitta chexolni yengil taqtirib olasizlar, ham tiska. Avtomat korobka. Mana shu lukini bitta qaratib olasizlar. Boshqa joyda ishini ko'rmadim. Xo'p, mejigat pulti bor ekan. Любой Gentramini olib kelavering. Choyni ichirib qo'yaman deyaptilar. Yurishida hech qanaqa muammo yo'q deyaptilar. Yo'q narx kanalimidan olib mazza qilib haydashingiz uchun 5490